Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Keling birgalikda oddiygina olma mevasidan pavidlo tayyorlaymiz. Hovlimizdagi olma daraxtlaridan mevalarni uzib oldim. O'lchadim, 10 kilo chiqdi. Mana ko'rdinglar, po'chog'ini artdim. To'rga bo'lib o'rtasidagi qattiq joylarini, donalarini, urug'larini olib tashladim va alyumin tovoriga soldim. Albatta, po'chog'ini olgandan keyin o'lchadim. Ko'rdinglar, suv soldim. Bu 10 kilo olma uchun 500 ml suv soldim. Oddiy filtr suvdan soldim. Ya'ni 1 kilo olmaga 50 ml suv to'g'ri keladi. Gazga qo'ydim, balandroq olovga. Shunaqa ora-orada kelib, aralashtirib ketdim. Bu olma o'zi yumshab, sekin-sekin mana yumshashni boshlaydi. Tez-tez aylantirib turinglar, chunki tog'oraga yopishib, kuyib ketishi mumkin. Yopishganlari shuncha tez-tez aralashtirib turinglar. Iloji bo'lsa, mana shunday qopqog'i bo'lsa, yopib turinglar. Qopqoqda tez issiq o'zi uradi-da, olma yumshashni boshlaydi olma. Mana bir rus kanalidan ko'rib tayyorladim. Juda ham mazali chiqdi. Bu video mana oldingi Ayza Mutalova degan rus kanalimga joylangan edi. 1 yil bo'ldi bu videoga. Biz qishi bilan bu pavidloni maza qilib yeb chiqdik va bu yil yana boshqa shu retseptga qarab tayyorladim. Demoqchimanki, sinovdan o'tgan, bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, orada sekin-sekin yumshashni boshladi olma. Qorayishni ham boshladi, yumshashni boshladi. Olovni o'rtacha qilsanglar ham bo'ladi, baland qilib oldi turtsanglar ham bo'ladi. Yumshashni boshladi. Mana ko'rdinglar, oradan 1 soatlar o'tdi, yumshashni boshladi. Endi mana shunaqa qo'l blender yordamida maydalab olamiz, olovni o'chirmaganmiz. Olmani tez yumshashi yoki sekin yumshashi olmani sortiga, turiga bog'liq. Yumshagandan keyin mana shunaqa blenderda bir tekisda qilib, yumshoqqina qilib, nima deydi anu, pavidlo tayyor bo'ldi hozir. Bo'ldi. Shu holatda endi mana tegini hali o'chirmadik. Ko'rdinglar, bir tekisda bo'ldi. Unaqa qumoq-qumoq bo'lib qolmasin. Blender yordamida teglar bilan aralashtirib olasizlar, ya'ni maydalab olasizlar. Endi mana ko'rdinglar, ustidan shakar soldim. Shakarni bir tekisda qilib solib aralashtiramiz. Albatta shakarni pavidloga solishinglarni o'zingizlar xohlab solasizlar. Agar olma nordonroq bo'lsa, sal ko'proq solasizlar. Men ozgina olmadan tatib ko'rdim. Men 10 kilo olma uchun 7 kilo 700 gram shakar soldim. Ya'ni 1 kiloga 700 gramdan to'g'ri keladi taxminan. Yanada solganimni aniqlashtiradigan bo'lsak, 1 kiloga 770 gram shakardan hisoblab soldim. Shunda 10 kilo olmaga 7 kilo 700 gram shakar soldim va aralashtiryapman. Yana o'rta olovda turibdi olovim. Yaxshilab teglar bilan aralashtirib turinglar. Shakar unaqa qumoq-qumoq bo'lib ketsa, ezib yuborasizlar. Endi blenderda ko'rasizlar, aralashtirganda olmani yiriklari chiqib qoldi, yana qolgan ekan. Shuni ham ezib bir xilda chiroyli qilib ezib oldim, chunki olmani o'zini maydalaganimizda bilinmaganlari shakar solgandagi shakar erigandagi suyuladi. Shunda tegidan sal yirik olmalar chiqib qolganini maydalab oldim. Yana qaynatyapmiz. O'rta olovda qaynatyapmiz. Ko'ryapsizlar. Agar sizlar pavidloni quyuqroq bo'lishini xohlasanglar, ko'proq qaynatinglar. Yoki suyuqroq bo'lsin desanglar, sal kamroq qaynatinglar. Mana ko'ryapsizlar, kasilgan teglar bilan aralashtirib turamiz, sal qizarishni boshladi. Mana oradan vaqt o'tdi. Oldingidan pavidloyimiz, tayyor bo'lgan pavidloyimiz qizarishni boshladi. Yuqorida aytganimdek, idishimiz, ya'ni qozon bo'ladimi, kastrulka bo'ladimi, teglari bilan yaxshilab aralashtirib turinglar. Tegiga olib ketishi mumkin. Mana sekin quyilganlari chiqyapti, tegi-tegidan ko'chirib turibman. Idishlarimiz chetlarini ham tushiramiz chiroyli qilib. Albatta qiziqjolar tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, uy sharoitida ajoyib pavidlo tayyor bo'ladi, ya'ni olmali jam deydi bir xilla. Yarim litrli bonkalardan oldim. Oddiy yuvib, mana pechimda qizdirib oldim 15 minut. Qopqoqlarini kastrulkada suvda 15 minut qaynatib oldim. Shunda solaman. Solib qopqog'ini yopib yaxshilab ko'rpaga issiq qilib o'rab qo'yaman. Sovigandan keyin oddiy podvalomga muzlikka olib borib qo'yib qishga saqlashim mumkin. Qishda keyin maza qilib bemalol olib yeyishimiz mumkin. Videoda ko'rayotgan bo'lsanglar, qaynagan sari mana pavidlo rangi o'zgarib boryapti, to'qarib boryapti. Men pavidloni shakar solganimdan keyin o'rta olovda aralashtirib turib 40 minut qaynatdim. Menga shu rang yoqdi. Mana sovigandan keyin ko'rdinglar, to'qardi. 40 minut shakarli holatda qaynatib oldim o'rta olovda, tegi bilan, ya'ni ko'lab turdim. Endi boyagi bonkalarimizga liq qilib solamiz, ya'ni havo kirib qolmasin. Ko'rdinglar?
orada havo kirib qolmasa, sal bir xillada endi xomroq pishgan bo'lib qoladi, bir xil murabbolar mog'orlab qolishi mumkin, lekin bu unaqa bo'lmadi. Iloji boricha liq qilib solinglar va qopqog'ini yaxshilab yopamiz. Hamma повидло massani bankalarga solganimizdan keyin aytganimdek mana tekshirib ko'ramiz, oqib ketmasin. To'nkarib, ustiga qalinroq adyalmi, ko'rpami yopib, sovutamiz bir kunga va muzdeyor podvalimizga yoki bir muzdeyor joyda saqlaymiz. Xolodilnikda emas, oddiy muzdeyor joyda saqlasanglar ham bo'ladi. Albatta qiziljonlar tayyorlab ko'ringlar. Mani oldindan kuzatayotgan obunachilarim bilishadi. O'zim uyda tayyorlab ko'rib, yaxshi chiqsa, yaxshi tursa, shuni video holida yuklab qo'yib qo'yaman, chunki bu videolarim inshaalloh Alloh qodir qilgancha saqlanib turadi. O'zimni qizlarim, kelinlarim, nevaralarim ko'rib tayyorlashadi, adashmasliklari uchun va aziz obunachilarimga ham joylab qo'yaman. Mana shunaqa qilib o'rab qo'ydik. Bu olmalarni mana qaynatamlar hovlimizga, parniga ekkanlar, juda ham mazali bo'lib pishgan. Shuning uchun ularga rahmat aytamiz. Qiziljonlar tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.